Do'stlar, men hozir Daniyaning eng mashhur joylaridan birida turibman, ya'ni Little Marmaret. Daniyaning buyuk yozuvchisi Hans Christian Andersenning ertagi asosida yaratilgan ushbu haykal 1913-yilda o'rnatilgan va bu yer sayohatlarni doim keladigan manziliga aylangan. Bu haykalni ko'rish va uni atrofida rasmga tushish mutlaqo tekin. Sizni ham mana shu yerga sayohat qilganingizda kelib ko'rib mana shu haykal oldida rasm tushib ketishingiz mumkin. Salom do'stlar, bugun siz bilan Daniyaning poytaxti Kopengagen shahrini sayr qilamiz. Bu shahar juda chiroyli, ammo juda ham qimmat. Shuning uchun men sizga qanday qilib kam byudjet bilan Kopengagendan zavqlanish mumkinligini ko'rsataman. Tayyor bo'lsangiz, unda qani ketdik. Har doimgidek samolyot kutish. Hozir oldimda 05 lik suv va daftar bor. Sayohatni rejalashtirib olyapman. Kopengagen qimmat shahar. Shuning uchun hammasini oldindan puxta o'ylab qo'yish kerak. Qayerlarga boraman, qanday harakat qilaman, qancha pul ketadi, xullas sayohat oldidan kichik rejam tayyor, endi faqat uchish qoldi. Assalomu alaykum, barchaga Asl Vlog kanaliga xush kelibsiz. Bizlar hozir Kopengagen aeroportidamiz. Bu yerdan shahar markaziga qarab borishimiz kerak. Buning uchun biz avtobusga yoki metroga bilet olishimiz kerak. Mana bunaqa moslamalardan biz bilet olsak bo'ladi. Mana tiket mashinasiga keldik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shu menyu bor. Bizlarga lekin mana bu kerak, City Center, ya'ni shahar markazi deyapti. Buni bitta bosamiz va undan keyin yosh bolaga yoki o'smir yoshlilarga, ya'ni 16 dan kattalarga deyapti. Mana shu adultni bosamiz. Demak, bu yerda menyu chiqdi. Pay and print deyapti, ya'ni to'lash. Xo'p, biz kartamizga kiramiz, pay and printni bosamiz va bu yerda mana bu to'lash joyi chiqdi. Mana to'ladim. Endi mana pastdan chiqish kerak. Demak, bu biletimiz 905 dan 10:35 gacha ekan. Sanasi ham bor, narxi ham yozilgan. Metroni tanladim, chunki metro boshqa transport vositalariga qaraganda arzonroq va tezroq. Agar siz poyezd yoki taksi orqali shahar markaziga bormoqchi bo'lsangiz, pulingiz yoki vaqtingizni ko'proq sarflashingizga to'g'ri keladi. Men shunchaki metroni tanlab qo'ya qoldim. Xo'p, siz agar Kopengagenga misol uchun ko'proq muddatga kelmoqchi bo'lsangiz, bir hafta yoki 2 hafta, sizga Kopengagen kartasini olishni maslahat beraman. Bunda jamoat transportlari va muzeylarga, attraksionlarga, ya'ni umuman Kopengagenda joylashgan barcha ko'ngilochar joylariga tekinga kirishingiz yoki chegirma asosida kirishingiz mumkin bo'ladi. Men o'zim 2 kunga kelganim uchun buni olishni afzal ko'rmadim. Xuddi shuningdek metroni biletini olib bemalol metroga kirishingiz mumkin bo'ladi. Metroga kirganingizcha mana shunaqa ko'k stoykalar ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bunga biletingizni validate qilishingiz shart emas. Bunga faqat Danish, ya'ni daniyaliklarning o'zini kartasi borlar bunga metroga kirguncha va chiqquncha tekkizib biletini faollashtirishi kerak bo'ladi, xolos. Nimagadir metroda o'rindiqlar soni kam ekan. Ko'chalar mumkin mana. Shunday katta joyda misol uchun bittaga ikkitagina bor.
Yo, assalomu alaykum. Barchaga yana bir bor va nihoyat biz Kopengagendamiz. Ko'rishingiz mumkin, atrofim to'la velosiped. Bitta fakt, Kopengagenda aholi sonidan ko'ra veliklar soni ko'proq. Agar biz Kopengagen shahrining xaritasiga qarasak, asosiy joylar o'rtada, ya'ni inner cityda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Men bu yerda sayohatni boshlashdan oldin o'zim tashrif buyurishni xohlagan joylarni belgilab chiqqanman. Endi ana shu joylar bo'ylab birma-bir tashrif buyurishni boshlaymiz. Hozir biz Little Marmaret degan joyga bormoqdamiz. Lekin hozir yo'lda bir ajoyib bino e'tiborimni tortdi. Hozir ana shu yo'l borib ko'ramiz. Ya'ni yo'lning narigi tarafiga. Kopengagenda eng zo'ri shunchaki piyoda yurish, har qadamda tarix, go'zal binolar va o'zgacha muhit. Eski qasrlar, zamonaviy arxitektura va tor ko'chalar hammasi bir joyda. Yurib ketarkanman, shahar ritmini his qilaman. Shoshilma, sekin. Tezlik bu yerda kerak emas. Bu yerda ritmga tushish kerak, eng muhimi. Do'stlar, men hozir Daniyaning eng mashhur joylaridan birida turibman, ya'ni Little Marmaret. Daniyaning buyuk yozuvchisi Hans Christian Andersenning ertagi asosida yaratilgan ushbu haykal 1913-yilda o'rnatilgan va bu yer sayohatlarni doim keladigan manziliga aylangan. Bu haykalni ko'rish va uni atrofida rasmga tushish mutlaqo tekin. Sizni ham mana shu yerga sayohat qilganingizda kelib ko'rib, mana shu haykal oldida rasm tushib ketishingiz mumkin. Do'stlar, men hozir Kopengagenning eng tarixiy va qiziqarli joylaridan biri bo'lgan Kastellet qal'asiga keldim. Bu qal'a 1626-yilda Daniya qiroli Kristian 4 tomonidan qurilgan. Qal'a yulduz shaklidagi mustahkam istehkom hisoblanadi. Demak, bu Kastellet qal'asiga sayohatimizni boshlaymiz. Sayohatga chiqishdan oldin o'zlaringiz bilan albatta taom olib olishni maslahat beraman, chunki mana misol uchun hozir qal'adaman, bu yerda hech qanaqa do'kon yo'q. Ya'ni qorinlaringiz och qolib qolsa, o'zlaringizni ovqatlaringiz bo'lsa, uni bemalol yesalaringiz bo'ladi. Xo'p, buning uchun nima? Ko'p narsa kerak emas. Oddiy misol uchun sendvichlar qilganman va do'kondan ham ba'zi bir snacklar sotib olganman. Ko'rishingiz mumkin, mana shunga o'xshagan narsalar. Endi bularni ozroq iste'mol qilib, ozroq dam olib sayohatimizni yana davom ettiramiz. Xo'p do'stlar, mana Daniyaga bo'lgan sayohatimiz ham davom etmoqda. Bu qasr yoqib qoldi menga. Hozir anchadan beri bu yerdaman, chunki aylanadigan joylar ko'p ekan. Mana bu yerlarda ham bor, mana ko'priklar bemalol odamlar o'tib qaytib qasrda sayohat qilishmoqda. Shunday gaplar. Xo'p, men hozir oldimda ajoyib bir zambarak bor va uni mana bunaqa to'plari bor. To'plarini ko'tarsa bo'lagan. Oho, ko'tarsa bo'lagan, lekin juda og'ir ekan, ancha. Qo'yil. Qaranglar. Ammo ikki qo'l bilan ko'tarish kerak shekilli. Rostdan juda og'ir. Xo'p, yana bir ajoyib manzaralardan biriga keldik. Mana ko'rishingiz mumkin orqamdagi binoni. Daniyadagilar avtomobillarni o'g'ri Yevropa ittifoqida bekka bo'laygan. Ya'ni Denmark inglizchasi. Va mana bu haykal qaranglar,
Favoradagi haykallar mifologik qahramon Gefyon va uning 4 buqasi haqida hikoya qiladi. Afsonaga ko'ra, Gefyon shohdan o'ziga yer berishini so'ragan va unga yerni qancha haydab chiqsa, o'shancha yer olishi mumkinligi aytilgan. Gefyon o'zining 4 o'g'lini buqaga aylantirgan va ular yer haydab hozirgi Zelandiya orolini yaratgan. Endi bu albatta afsona. Xo'p, bu favvora 1908-yilda qurilgan va o'zining chiroyli dizayni bilan har bir sayyohning e'tiborini tortadi. Ko'rishingiz mumkin, atrof to'la odam. Men hozir Daniyaning buyuk yozuvchisi Hans Christian Andersen janoblari bilan intervyu qilmoqchiman. Hans Christian Andersen shuncha muvaffaqiyatli va juda chiroyli ertaklar yozishingizning sababi nimada? Menimcha o'zbekchani bilmaydi. Shuning uchun ko'proq savolga tutmaymiz. Mayli janob, ko'rishguncha. Bolalar, hozir yo'limda ajoyib bir mototsikl ko'rib qoldim. Agar bu mototsikl bo'lsa, qaranglar. Nima bu? Ko'ryapsizlar? Agar biluvchilar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p do'stlar, hozir men Daniya qirolligining rasmiy qarorgohi bo'lgan Amalienborg saroyi oldida turibman. Mana atrofdan o'zlaringiz ko'rishinglar mumkin. Bu joy Kopengagenning eng mashhur tarixiy va madaniy markazlaridan biri hisoblanadi. Amalienborg saroyi 4 ta ulkan barokko uslubidagi binodan iborat bo'lib, ular katta doira shaklidagi markaziy maydonni o'rab turadi. Bu maydonning o'rtasida Daniya qiroli Frederik 5-ning haykali joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har kuni soat 12:00 da qirollik soqchilari almashinuvi bo'lib o'tadi. Mana shu qirollik soqchisi. Va bu manzarani ko'rish uchun sayyohlar uchun unutilmas tajriba bo'ladi, chunki baribir bularni o'zining maxsus kiyimlari bor va qiziqarli jarayon. Xo'p, bu yerda esa Amalienborg muzeyi joylashgan. Muzeyga kirish narxi 120-130 Kanada Daniya pul birligida ekan. Mana atrof. Bu ajoyib vaziyatni sizlarga ulashyapman. Bittagina like bosib qo'ysalaring xursand bo'laman. Do'stlar, hozir men marmar cherkov oldidaman. Mana sizlarga hozir ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Bu cherkov Daniya arxitekturasining haqiqiy durdonasi hisoblanadi. Cherkov 1749-yilda qurila boshlagan va uning ulkan gumbazi Yevropadagi eng katta gumbazlardan biri bo'lib 31 metr diametrga egadir. Hozir Nyhavn degan joyga boramiz.
nima deydi, Kopengagenni eng ko'p tashrif buyuradigan joylardan biri bu ham. Lekin havo aynayapti, yomg'ir yog'ib bor shekilli, ozroq tomchiladi ham. Ana shu narsa o'ylantiryapti bolalar, chunki soyabonimni unutib qoldiribman Polshada. O'zi shunaqa bo'ladi, aynan kerakli narsalar qolib ketadi-yu, kerak emas ko'p narsani olib kelasiz menga o'xshab. Shuning uchun bitta maslahat, ketishingizdan kamida bir kun oldin hamma narsani taxlab qo'ying. Hattoki ketish kuni hamma narsa esingizda bo'lsa ham olishga ulgura olmay qolishingiz mumkin shu narsani. Nima qilamiz endi? Yo'q. Xo'p, bu yerda Tesla'lar ko'p ekan, buni qaranglar. Mana Tesla, ana o'rtada yana bitta Tesla bor. Bu yerda yana Tesla bor. Menimcha bu yerdagi fuqarolar ana shunaqa Tesla elektromobil mashinani haydashni yoqtirishsa kerak. Hozir men Kopengagenning eng mashhur joylaridan biri Nyhavendaman. Mana atrofni sizlarga hozir ko'rsataman, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Nyhaven bu joy Daniyaning ramziga aylangan va sayyohlar uchun haqiqiy diqqatga sazovor joydir. Nyhaven 17-18 asrlarda qurilgan kanal bo'lib, uning bo'yida joylashgan rang-barang tarixiy binolarni ko'rib, o'zingizni ertakdek bir joyga his qilasiz. Bir paytlar bu joy dengizchilar va savdogarlar uchun asosiy port bo'lgan bo'lsa, hozirda u ko'plab kafe va restoranlar bilan gavjum. Qayiq sayohatlarini yaxshi ko'rsangiz, Nyhavendan kanal bo'ylab ekskursiyalarga chiqishingiz mumkin. Ularning narxi taxminan 50-100 Daniya summasi bo'ladi. Lekin agar byudjetni tejashni istasangiz, kanal bo'ylab sayr qilib, bu go'zallikdan bepul bahramand olishingiz mumkin. Shuningdek, Nyhavenda taniqli yozuvchi Hans Christian Andersen bir necha yil yashagan. Xo'p, mana keldik. Rosa charchadim, lekin ochig'ida. Chunki ancha-muncha yurib qo'ydikda. Mana kartasi. Xo'p, bu bolalar 4 kishilik xona, lekin juda ixcham hamma narsasi. Ko'ryapsizlar? Zinalari bor. Hozir kimdir ichkarida ekan. Qulf. Maxsus qulflari ham bor. Mana, ko'rishingiz mumkin. Bu tashqari manzarasi. Xo'p, mana joylashib oldim yotog'imga ham. Endi ozroq dam olamiz, ovqatlanamiz va undan so'ng kechki sayrga Kopengagen bo'ylab sayrga chiqamiz. Bolalar, men hozir mehmonxona oshxonasiga keldim. Xo'p, 129 126 edi. 126
Daniyani pul birligidagi kronga ana shu yerdan pitssalarni yoki bunaqa pasta va salatlarni olsangiz bo'ladi. Hozir bu yerda kam bo'lib qolibdi, hozir yana qaytib to'ldiradi. Qisqasi 73 zlotlarga tushdi. Buni dahshat ekan, lekin xohlaganingizni olib yeysiz. Suv bor va boshqa ichimliklar ham bor. Endi boshqa ichimliklar lekin pulli ekan, lekin qolganlar hammasi tekin bu yerda. Shunisi yoqdi. Kattagina joy shunam. Hozir endi tashqariga bir chiqib aylanib kelmoqchiman. Yaqin atrofni sayr qilib kechga sayr qilamiz. Ketdi endi. Bolalar, men hozir tungi Kopengagenni sayr qilmoqdaman. Ajoyib havo va ajoyib atmosfera. Ko'rishingiz mumkin, tun bo'lishiga qaramasdan kemalar qatnamoqda. Bu degani Kopengagenda tungi hayot ham o'lib qolmagan. Ya'ni aholi kechalari ham sayr qilishadi. Xuddi shunday men oldimda ham ko'rishingiz mumkin, mana bu yerlarda odamlar turib, gaplashib, suhbatlashib turishibdi. Qisqasi Kopengagenni kechki sayrimiz davom etadi. Salom do'stlar, barchaga yangi kun muborak bo'lsin. Hozirgina uyqudan turdim va mehmonxona oshxonasiga keldim. Xo'p, nonushtani qilib, so'ngra boshqa davlatga, ya'ni Shvetsiyaga qarab yo'l olamiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, 69 Daniya kroniga mana shunaqa nonushta. Mevalari ham bor. Yomon emas, mehmonxonadagi oshxona menga ancha yoqdi. Shuning uchun shu yerda o'zidan nonushta qilib qo'ya qoldim. Kuzatishda davom eting, bo'lmasa, keyingi sayohatlarimiz albatta Shvetsiya, Malmo shahriga bo'ladi. Xo'p, do'stlar, hozirgina Malmo shahridan keldim. Malmo shahrida bo'lgan sayohatimni отдельный video qilib, ya'ni alohida video qilib chiqaraman. Birinchi Kopengagen videosi chiqadi, undan so'ng esa Malmo videosi chiqadi. Xo'p, endi biz Kopengagendagi sayohatimizdan davom ettiramiz. Hozir Tivoli Gardensga kelgandim. Ko'rishingiz mumkin. Afsuski, yopiq ekan, shuncha odam kutib turibdi. Bu ham Kopengagenning mashhur joylaridan biri edi. Ya'ni bu yerda qadimiy attraksionlar bor. Dunyodagi eng qadimiy mashhur o'yinlar, attraksionlar bor edi. Afsuski, yopiq ekan. Nima ham qilamiz endi? Bir kam dunyo. Endi boshqa joyga boramiz. Hello. Sorry, do you speak English? Yeah. It's my first time to came to Copenhagen. I want to ask you, here a lot of bicycles I saw, but why they are not locked when they park it on this kind of places? The rent bikes or just No, normal bikes also. normal bikes? Yeah, for example, this ones I saw like they are not locked. No, but I don't know. I think just traditionally they have like parking slots like this one. when you Okay, put in I mean bike. usually the people in Copenhagen lock their bicycles when they Always. park. Always. Yeah. Okay. But I saw many bicycles that are not locked. That's why I asked you. They're kind of stolen probably. There's a lot of Ah. bikes that are stolen. Yeah. And I read one fact. Can you confirm it's correct or not? In Copenhagen, the number of bicycles exceeds the number of people who lives in Copenhagen. Yeah, I would say that would probably be true. Okay. I think we have 3 or 4 bikes in Uh-huh. our family of 4. Okay. Thank you very Yeah. much. So, have a nice day then. Thank Yeah. you. Have a good day. Bye. Xo'p, bolalar, hozir Kopengagenda yashovchi bu mana manzarani qaranglar birinchi.
Kopengagenda yashovchi odam bilan gaplashdim, chunki yo'lda ko'p ko'rdimda, velinglar qulflanmagan, shuni so'radim. Menimcha o'g'irlangan dedi. Lekin odatda har doim qulflab ketishadi. Kopengagenda yashovchilar deb bilmadim. Shunaqa gaplar. Aynalishimiz davom etadi. Bolalar, hozir men Kopengagenning yuragi deb ataladigan City Hall Square, ya'ni hokimiyat maydoni oldidaman. Shunchaki ajoyib atmosfera. Qoyillik ham o'zimni qadimiy asrlardagidek his qilyapman, ya'ni yurgandek, chunki bu yerdagi tarixiy binolar bu maydonga o'zigacha joziba qo'shib turibdi va mana bu yerda quyosh botishi ko'ryapsizlar. Va mana bu haykallar. City Hall Square nafaqat tarixiy va arxitektura yodgorliklari bilan mashhur, balki bu yerda o'tirib atrofdagi hayot oqimini ham kuzatsangiz bo'ladi. Yana qaranglar, odamlar juda ko'p. Hozir men Kopengagenning eng mashhur va gavjum joylaridan biri Strøget savdo ko'chasidaman. Bu ko'cha nafaqat Daniyadagi, balki butun dunyodagi eng uzun piyodalar uchun mo'ljallangan savdo ko'chalaridan biridir. Strøget ko'chasining uzunligi taxminan 1,1 kilometr bo'lib, u City Hall Square'dan boshlanib Kongens Nytorv maydonigacha davom etadi. Ko'cha bo'ylab dunyoga mashhur brend do'konlaridan tortib mahalliy dizaynerlar do'konlari va kichik kafechalar bor. Bu yerda siz nafaqat xarid qilishingiz, balki Kopengagenning hayoti bilan tanishishingiz ham mumkin bo'ladi. Nyu-Yorklarlar ham bor ekan. Juda ajoyib ko'cha ekan. Agar yo'llaringiz tushib qolsa, bemalol kelib aylanib kelsalaringizga bo'lar ekan, chunki arziydi shunga. কল দিতে পারি না, কল দিলেও লাভ নাই, জানি যে ওঠে না 2-3টার আগে। Hello, how much this one? Each is 5 euro. It is 5. Okay. Xo'p, sovg'a oldim. 10 euro bo'ldi lekin. Ikkitasi. Yo'la, yomonmi? Ajoyib musiqalar yangramoqda. Good. Do'stlar, hozir men Kopengagen, nafaqat Kopengagen, balkim Daniya tarixidagi eng muhim shaxslardan birining haykali oldida turibman. Bu inson Biskop Absalon, Kopengagen shahrining asoschisi ekan. Ko'rishinglar mumkin. Absalon 12-asrda yashagan va nafaqat ruhoniy, balki iste'dodli harbiy qo'mondon ham bo'lgan. U Kopengagen shahrini himoya qilish uchun birinchi qal'ani qurgan va shaharni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan.
Aynan shu sababli Avsalon shahar tarixida juda muhim o'rin egallaydi. Haykal Hojbro-Platz maydonida Kopengagen kanaliga yaqin joylashgan. Do'stlar, hozir men Christiansborg Slotga keldim. Bu yerda Daniya parlamentining ofislari joylashgan ekan. Juda muhim joy ekan bu. Seryozni joy. Lekin chiroyli ham ancha. Saroyning tarixi juda boy va uzoqqa borib taqaladi. Bu aslida 12-asrda qurilgan qal'a o'rnida qurilgan bo'lib, hozirgi zamonaviy ko'rinishiga 18-asrda ega bo'lgan. Saroy bir necha marta yonib ketgan va qayta qurilgan. Shuning uchun uning arxitekturasi tarixiy davrlarning turli usullarini aks etgan. Christiansborg saroyiga tashrif buyurganingizda albatta quyidagilarni ko'rishingiz kerak. Qirollik qabulxonasi, tom maydonchasi, muzeylar bor. Mana kechasi bo'lib qoldi hozir, lekin juda ajoyib mana ko'rinish. Kopengagenning kechki ko'chalari, ya'ni jin ko'chalaridan ham yurayapman. Mana atrof ko'rsatamaslar. Bu tor ko'cha bo'lgani bilan, lekin markazda joylashgan. Odam yo'q ekan, lekin odam kam bu yo'lda. Lekin ko'cha chiroyli, juda. Qaranglar. Kongens metro maydonidaman. Bu maydon juda chiroyli ekan. Afsuski kech bo'lib qoldi. Lekin kech bo'lishiga qaramasdan mana qaranglar. Juda chiroyli maydon. Bu aynali shakldagi maydon. Yonlaridan bemalol mashinalar o'tib harakatlanadi. Xo'p, bizda sayohatimiz ham tugadi shu joyda. Oxirigacha ko'rgan barchaga rahmat. O'ylaymanki, sizlarga qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni bera oldim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, komment yozib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Sog' bo'linglar.